Ovqatlanib ham bo'ldim. Endi hozir birinchi ishimni boshlayman. Ko'cha hayotida birinchi ishim. Menga taklif berishganiga bir hafta bo'ldi. Meni vaqtlarim bo'lmagani uchun endi ishimni boshlayman. Ketdim men. Asta tushib ketaveramiz. Birinchi ishim yaxshi bo'lsin-da. Ko'cha hayotida. Eshikni yopib yuramiz. Salom. Men yangi bolaman. Ha, sen bu saytda yangi bolamiz. Jamoatda yangi bolamisan? Ha, men o'sha yangi bolaman. Ha, yaxshi. Bo'sni oldiga bor. Bo'z qani? Ana garajda ichida. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Sen ana Jamolingga yangi bolamisan? Ha, yangi bolaman. Ancha vaqt kelolmaganim uchun uzr. Birinchi ishim qanaqa bo'ladi? Birinchi ishing ana basharasi bujmaygan urilgan bolalar bor-ku, o'shalarni o'ldirasan. Ana ular nima? 3 kishini? Ha, o'shalarni ta'zirini berasan. Tushundingmi? Ko'rmaysan, ikki dona urasan yetadi, o'ldirishing shart emas, mayli. Xo'p, mayli. Yo'lbeki. Kalla suyaklarni tashla, maskalarni tashla, boltani olaver. Xo'p. Mana kalla suyaklari. Oling. Bori ularni ur, ikki dona. Xo'p, mayli. Bo'lsa aytgandek. Mana. Iltimos urmang. Menga boss buyrug'i berdimi, bajaraman men. Yaxshi, kuching bor ekan. Ha, yaxshi kuchim bor. Endi keyingi ishing qanaqa bersam ekan? Mana bu tarelkani ustida turgan narsani ko'ryapsanmi? Ha. Nima bu? Oq narsa. Ha, ishing bo'lmasin, bitta joyga yetkazishing kerak. Qayerga? Maktabni hovlisini favorasiga tashlab kelasan, bo'ldimi? Favorasini oldiga. Mayli, men olib boraveraman. Noqonuniy ish emasmi? Ko'cha hayotida har bitta noqonuniy. Qo'rqma, seni olib chiqib ketamiz. Xo'p, mayli. Olaveray. Qani endi? Ana sandiq ichida bitta. Xo'p. Bu yerda juda ko'p ekan lekin. Ha, bittasi olsa ketadi. Xo'p. Birinchi ishim boshlandi.